Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Andijon viloyati Shahrixon tumani Uzmilliy bank Vuxov tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilgan. Ushbu loyiha ushbu dehqon xo'jalikda 74 ta dehqon xo'jalik rahbarlari mavjud. Bular hozirgi kunda shirin makka, vakmak ekilganligi aniqlandi. Ushbu loyiha bilan Temurbek sarxil mevalari lider tadbirkorimiz shartnoma qilingan. Ushbu loyihamizni bo'y uzunligi 551 metr, eniga 262 kvadrat metr bo'lib, hozirgi kunda vakmak shirin makka unib sifatli bo'lib unib o'smoqda.